Instagram Ana, orqali topdim-da. Surishtirib, ana. qanaqa nima deb hammasini odzivlarigacha o'qib, keyin tavakkal qilib, Allohga tavakkal qilib keldim-da xullas. Aka topinglar. Amma Alloh ishonavering, rozi bo'lsin. agarchi kelsa boru o'g'lingiz 100% tashlab yuboradi. 100%. Olib kelib Ha, litsenziyada ha, ha. afsuslanmaylik, toki 100% haqiqatan ham bu yerda giyohlar bilan davolashadi-da, ximikat, anaqa psixotropniy bunaqa dorilar emas-da bu yerda. Просто свежийlar, unaqa ranglari anaqa emas. Jigar og'riyotgan odamga o'xshamaydi. Lekin ko'p narsaga ishonmanglar, boshida menga baqir-chaqir qildilar, Samarqandga olib kelding, mashinniklarmi bular, u dedilar. Siz birinchi ko'ring, hammasini Allohga tavakkal qilib keldim-ku, mana bekorga kelmadim o'sha yerdan shu yerga deb anaqa qildim-da. Urishib oldik boshida baqir-chaqir qilib. Keyin mana o'zlari 3-4 kundan keyin reski o'zlariga kelib, ahvollar juda ham bir ahvol edi, o'ladigan ahvol deydilar. Zo'rg'a yeteklab olib keldim. Ikkita chemodan, unisiga bular yeteklab olmay zo'rg'a yeteklab keldim. Anu Alloh o'zi yo'l ko'rsatdi-da, men tanimagan shaharimga kelyapman-da, lo'killab o'sha yerdan shu yerga. Amallab yetib keldim-da, ertasiga turib qaytaman deb baqir-chaqir qildilar. Keyin 2 kun 3 kun o'tgandan keyin rahmat senga yaxshiyam shu yerga olib kelibsan deb anaqa qildilar-da. Keyin уже mana осознать qiladi odam o'zi keyin tushundilar-da. Mana hozir kechagida doktor mana bunaqa degandan keyin yana ham ishonch hosil qildilar-da, haqiqatan aldashmayotgan ekan deb. O'zim ham mana ishonch hosil qilolmay 100% уже ishonchim oshdi-da bularga. Amma telefon qilayotganim. Qarang, men bu yerga lecheniyaga keldim-da men. Jigarim ishib suv bo'lgan ekan. Toshkentda qilish olmadi xullas jigarimni. Og'ir ahvol kelib qolgan ekan. Xullas Dubayga ketib Dubayda. Xullas bu yerdachi mana bunaqa situatsiya. Klinikada bu yerda. Xullas bular asosiy narsasi narkotikka anaqa qilar ekanda, udar qilar ekan. Masalan, Toshkentda xabaringiz bor, bilasiz-ku, ximikat-pimikatlar bilan qilib blokada qiladi-yu narkotikka. Ishlamasda u baribir o'tirib oladi yana. Toshkentda dostуп ham bor-da. Masalan, любой klinikaga yotqizsangiz, men endi jiyanim bo'lgani uchun gapiryapman, ammo bu yerda lecheniyasini qildirtirib, lecheniya ham qanaqa o't o'lanlar bilan, mana anaqalar bilan qiladi bular. Ular ximikat bilan qilmas ekan. Lekin rezultat zo'r. Men ko'pchilikni ko'ryapman. Shu yerda masalan. Men aytdimki, mana shunaqa jiyanim bor. Mana shunaqa desam, gap bo'lishi mumkin. Bir oyda chiqarib tashlaymiz. Muammo yo'q, короче. 4 kunlik Toshkentda ishim bor, balki Dubayga qaytib kelaman yana lecheniyaga. Yana bir oyga qaytib kelishim mumkin-da bu yoqqa. Men o'sha Toshkentga borganda uyingizga boraman. O'tirib gaplashib, o'sha yerdan aloqaga chiqamiz, bu yoqqa Dubayga o'tirib gaplashib olamiz. Ishonavering, normalniy bolalar bu yerda. Ko'rdim, mana bir oydan beri yashayapman. Mana ko'rishim qalay? Semirib ketgan. Yaxshi. Har kuni lecheniya. Alhamdulillah. Har kuni aylanib, o'shadan aylanib, Dubaydan aylanadi. Yeb ichish zo'r. Masalan, meva-cheva, balobatlar yeb ichishlar Toshkentdan arzon. Endi u narsalar hammasi ichida bo'ladi bular. Masalan, bizda ham masalan rozvorlar qilib berishadi, cho'tki. Yetgan narsangiz muhayyo. Aylanishdi, o'sha anaqalari, lecheniyalari 4 kun qiynaladi. Endi bu borsa 4 kun qiynaladi, keyin zato cho'tki bo'lsa semirib basseyn, sport zallar, mana shu anaqamizning o'zida bor, katta basseynlar, katta sport zallar. Muammo yo'q unaqa. Men просто anaqa qilayotganim. Mana nima deydi, staloviylari hammasi bor-a? Отдельный повар ovqat qiladi bularga. Отдельный. Endi bizni er xotin bo'lganimga men alohida kvartira oldik-da biz. Mana hozir alohida turibmiz. Lekin bular kottejda turadi. Kottej degani villa bor-ku. Har bitta villada, har bitta villada o'zini basseyni bor, o'zini sport zali bor, o'zini povari bor, o'zini shofyori bor. Mana zo'r ekan. 6 yoki 7 ta odam turadi villada. Har bittasining o'zini xonasi bor, o'zini tualet vannasi bor, xullas shunaqa. Villa ham cho'tki u. Yaxshi ekan. Cho'tki villa. Ovqatlarni hammasini qilib berib o'tiradi yedirib. Ovqatlari, shofyori, bularga alohida shofyor. Hamma narsasi bor. Qarang, mana bunaqa narsa deyapman. Hozir eng zo'r variant shu o'g'lingizga. Men bilaman uni nima ish qilayotganini. Maqsad bu yerda gaplashib, yurganim maqsad. Men o'zi cho'tkiman o'zi bor, hozir bir semirib ketganman bor. Men o'zi bilan turibdi, semirib ketgan. O'zimni cho'tki his qilaman. Bor, sportlarga chiqaman, basseynlarga chiqaman bilaman har kuni. Buni men Yaxshi, organizm bitta tozalab nima qilib yuborsa, balkim qayerdadir nimadir zastoy bo'layotgandir balkim. O'zi bu klinikani o'zi men topdim-da. Keyin bularni olib kelgan ham o'zimmanman. Ular kelayotganlarini bilganlari ham yo'q o'zi. To'g'risini aytganda. Qaysi ahvolda kelganlarini bilmaydilar. Ertasiga qaytaman deb uyg'ondilar. Anaqa emas ekan. Adashmagan ekanman xullas. Xullas, qizlarga gap otib yuribmiz. Ularga kelib qolganlar-da o'sha.
Shu abstamist lekin. Uyingizdan shu o'tlardan iching. Ha, berishyapti, anaqa qilishyapti. Bu yerda faqat narkologiya yoki alkogolizm emas bu yerda. O'shani Yuragingizda, oshqozoningizda mana polniy organizm bor-ku, qiladi. Polniy hammasini anaqa qiladi bu yerda. Bu agar masalan Toshkentda masalan o'zinglarni qilib kelinglar, analizni topshirib kelinglar deydi. Nimaga topshiringlar deydi? Solishtirish uchun. Effekt bo'lyaptimi, yo'qmi? Masalan, mana 1 oyga keldingizmi, 1 oy oldingi narsa bilan 1 oydan keyingi narsani solishtirish uchun analizni topshirtirdim, hammasini qildirdi. Nimaga? Solishtirish uchun. Qani effekt bo'lyaptimi, yo'qmi debdi. O'sha hamma narsada nimada muammoingiz bo'lsa, serus pecheniy 4-stadiyasi bor, oxirgi stadiyada serus pecheniy. O'shalarni tuzatishgan. Mana. Imkon to'g'risini aytganda, kelayotganlarda 3-dan 4-ga tortadigan daraja deydi, anaqalari, stepeni. Dorilarning hammasini effekti bo'lyapti-da. Alloh marhamati-da, mana mo'jiza bo'lyapti, tushunasizmi bu yerda? Mana shundan biz ishonch hosil qilganimiz uchun sizga tavsiya qilyaptilar-da. Begonaga men просто jigarimda ashina просто. Umr o'tib ketyapti. Tinch bo'ling, yaxshi bo'ldi borganing, mana o'zing bilib mana konkretniy joyiga topibsan endi. Mana bemalol bekmasdan anaqa qilamiz. Mana nima deb olib keldi keliningiz bilasizmi? Bu yoqqa. Все включено, dam olgani ketyapmiz deb unaqaga Dubayga, Sharm el-Sheyxga ketyapmiz deb olib kelgan mani. Bor bu. Endi shunaqa demasangiz. Mana shunaqa deb aldab olib keldi mana. 5 kunga ketyapmiz deb aldab 5 kunga ketamiz. 5 kunga borib kelamiz, keyin umraga boramiz. Deb, bo'pti, podarka qilayotgan ekan. Podarka sizga tam tuzasiz deb biletlar ko'tarib keldi. Men o'ylamay, dam olganim, maishat ketyapman deb keldim bu yoqqa. Kelsam, короче, klinika. Tapit lecheniyaga boshlashsa 3 kun qiynaldim, to'g'ri. 3 kun rosa qiynalib uxlamay anaqa bo'ldim. Hozir chotki bor-ku. Endi qiynalib ham qanaqa o'tlar unaqa qiynamas ekan, lecheniya berar ekanda, qaqshatmasdan qiynalib, uydagi qiynalib. Unaqa emas ekan. Yo'q, uyda qiynalganlarga qiynalib baqir chaqirib unaqa bo'lmadi. Endi uyda ham bo'ldi, lekin unaqa qaqshash, talab bunaqa narsalar вообще bo'lmadi-da. Ichkiligi berilib qoldim deyman, qattiq. Yaxshi unda anaqa nima deydi? Unaqa nima bo'lmas ekan. Ya, chotki deb mana bu. Anaqada qarab kruzoutga qarashadi bu. Xullas bor tushuntiraman, ammo